sanchiq boshlandi, betim sanchidi. To'kilganda qangi. Onkologiya yozib berdi. Men nerpatologga почти 1 yildan beri yotdim. Ovqat yeyolmay qoldim. Gapirolmay qoldim, shod. Og'riq bo'lib ham qalampir chaynaganda qangi lo'm achishib, og'zim ichi jazzillab, misaqqa beraverdi to'g'ri. Yozgacha uxlaman. Bu og'riqni sezgan odam bilarkan. Sizni ism familiyangiz nima yo'q? Badal Bashoraxon. Shoir opa. Siz qayerdansiz? Marg'ilon shahar, Sarmazor qishlog'i. Ha. Shu uchoqli nerv nevralgiyasi bilan qancha vaqtdan beri og'riyotgandingiz? Rosa 1 yil bo'ldi. Boshlanganiga. Qanday boshlandi kasallik? Tilim og'rib, ishkanga o'xshadi, ya'ni tayda tomirchalar chiqib ketdi. Aha. O'sha bilan ancha yurdim. Keyin sanchiq boshlandi, betim sanchidi. To'kilganda qangi. Unga ham parvo qilmadim, minamazin qo'ydi, mana yulduzcha dorilar qo'yib yuraverdim issiq qilib. Keyin sekin-sekin kuchayishni boshladi. Endi bu milkimga keldi. Stomatologga bordim. Lurga bordim. Stomatologlar nima deyishdi? Tishingiz yaxshi dedi. Oha, biz tishingiz demadi birortasini? Yo'q, korobkalar hamma yo'q, yaxshi kolonkalar deyishdi. Tish yaxshi deyishdi. Onkologiya yozib berdi. Ha, tilingizdagi Tilimda onkologiya meni kasalim basdan dedi. Lurga jo'natdi. Lur Zubraga jo'natdi. Keyin telefonda ko'rib qoldim, mashina og'rib bo'layotgan nimalarni. Keyin sizga kim nevropatologga qachon uchradingiz? Nevrologga. Men nerpatologga почти 1 yildan beri yotdim. Bu davleniya ham chiqaraverdi menda. O'zi davleniyam bor edi. Og'riq Bosim baland bo'laverdi, ha. ko'tarilib ketaverdi. 200 gacha ketaverdi. Nerpatologda yotdim. Yo'q, og'riq qolmadi. Yotgan vaqtingizda yengillik bo'ldimi? Yo'q. Naborotga davleniya meni batta oshib ketaverdi. Yoz ichi ham shu issiqlardan shu ehtiyot qilib yurdingiz. Ha, og'riverdi. Ovqat yeyolmay qoldim. Gapirolmay qoldim, shod. Og'riq bo'lib ham qalampir chaynaganda qangi lo'm achishib, og'zim ichi jazzillab, misaqqa beraverdi to'g'ri. Yozgacha uxlaman. Kecha operatsiyadan oldin siz bilan gaplashdik, ko'p narsalarni tushuntirdim operatsiya haqida. Operatsiyaga rozilik xati yozayotganda ham haligi juda qattiq og'rib turdingiz-da, betoqat bo'lib turdingiz. Hatto operatsion stolga yotganingizda ham gapirishga qiynalib turgandingiz. Mana kecha Xudodan so'rab operatsiya qildik. Xudo shifo berdi sizga. Kechqurun qanday uxladingiz? Holatlaringiz qanaqa? Kechqurun yaxshi uxladim, zo'r. Odamga o'xsa uxladim. Sizga o'xshagan bemorlarga nimani tavsiya qilasiz? Mana ko'p endi sizni avvalgi boshqa bemorlarimizga o'xshab juda ko'p og'rimadingiz. 1 yil og'ridingiz xolos, lekin 1 yil ham o'tishi bor. 1 yilda o'tish qiyin bo'lib ketdi. Ayniqsa keyingi 2 oy umuman uxlaganim yo'q. 29-kuni oktyabrda kelib ketdingiz sizga? O'shandan beri men yemay ham qo'ydim. Anaqa non yumshoq joyini choyga yutib yetdim. Ovqat ham yeyolmayaptim. Mana ko'zim ochildi, Xudoga shukr. Kelsin, davolansin. Bu og'riqni sezgan odam bilarkan, to'g'ri men aytayapman. Kelib davolansa bo'lar ekan-ku, men-ku 1 yilda mana oldin olib qoldikda, necha yillar yurgan kasallar bor ekan-da. Kim xabar yo'q. Qari tushuntira olmaysizda. Eng asos, eng yomon. Bu shunga aytaman, betim og'riyapti, to'kilib ichi bet og'riydimi deyiladi. Beting ham og'riydimi deyiladi. Bu mana yaxshiman, Xudoga shukr, rahmat sizlarga, ehton jonlaringiz sog' bo'lsin.